Bugünkü mövzumuz faciələrimizin asıl səbəbi saxta saylovlar deb nomlanır. 2 iyun 2026 yıl qayg'usi O'zbekiston, davosi Turkiston bo'lgan azizlarim, qalaysizlar? Yaxshimisizlar? Yakka hokimlik rejimining qon tomirlaridan biri, balki eng asosiysi saxta saylovlardir. 5 yilda bir marta keladigan saylovga umid ko'zini tikkan saylovchilar o'zlari istagan yoxud o'zlari ilgari surgan nomzodlar saylovchilarning 99%ni olgan taqdirda ham saylanmasdan qolib ketaveradi. 35 yil davomida o'tkazilgan saylovlarning birontasida ovozlar soxtalashtirilmagan, byulletenlar qalbakilashtirilmagan saylovlar o'tkazilganmikin? Rejimning yugurdakchilari, labbaychilari, lagallari deputat bo'lib saylangach, istagan qonunni chilparchin qilib, istagan paytda referendum o'tkazib, konstitutsiyani o'zgartirib tashlayveradi, avliyosining vakolat muddatini o'lguncha cho'zib boraveradi. Oqibatda istagan mansab sotiladi va sotib olinadi. Korrupsiya va poraxo'rlik bolalab yotaveradi. Shu boisdan saxta saylovlarni to'xtatmasdan mamlakatda hech bir rivojlanish ham, farovonlik ham, haq, huquq, adolat ham qaror topmaydi. Saxta saylovlar oqibatida butun bir xalqimizning orzulari sarob bo'ldi. Umidlari qirqildi, ishonchi so'ndi. O'zbek millatining osmon qadar obro'si, tengsiz qadr qimmati yer bilan bir qilindi. Biz karvonlarning oxirida sudralib kelgan millatlarning vakillaridan emasmiz. Biz karvonlarning boshida karvonlarga sarbonlik qilib kelgan millat avlodlarimiz. Bordiyu Sulton Mahmud G'aznaviy, Sulton Sanjar, Sulton Jaloliddin, Amir Temur, Bobur, Shaybonixon tirilib kelsa bormi? Hech bir ikkilanmay xalqimizni shu ko'ylarga solganlarning boshlaridan minora qurgan bo'lar edi. Nega? Chunki bu amiru sultonlarimiz xalqimizning g'ururi, or nomusi, shon shavkati uchun umrini yurishlarda otning ustida o'tkazdilar. Hozirgilardek qorin qashib
yurtning boyliklarini talab, g'azinani o'marib, davlat boshqarmaganlar. G'azinaga olib kelganlarki, g'azinani aslo o'marmaganlar. Mamlakatning boyligimi, xalqning mulkimi, g'azinaga tegishlimi hech bir vaqt talamaganlar ham, talatmaganlar ham. Hozirgi boshqaruvchilarning talamagan sahifasi qolmadi desam. Shu sababdan mamlakatimiz yakka hokimlik rejimidan parlament boshqaruvi rejimiga o'tilmog'i kerak. Agar parlament boshqaruviga o'tilib, prezidentdan tortib viloyat va tuman hokimlari, Oliy Majlis va Senatga haqiqiy saylovlar o'tkazilsa, bular oshib ketsa 10-15% saylovchilar ovozlarini olishlari mumkin xolos. Erkin, demokratik saylovlarda yutib chiqolmasliklarini bilganlari uchun ham o'laman sattor deya yakka hokimlik rejimi etagiga yopishib olganlar. Xalqimizning ichida shunday aqllilar borki, aqllarni shoshiradi. Ana o'shalar davlatni boshqarishlari kerak. Shunday ekan, dod desangiz ham, voydod desangiz ham, hozirgi davrda parlament boshqaruvdan boshqa samarali alternativ boshqaruv tuzumi yo'q. To'rtlik, 40 yil cho'miltirib Amudaryoda kiri to'kilmaslar yurtga bo'lsa bosh, aqcha bo'y ko'rsatib qilar duoda, vatanni sotishga tushar har avbosh. Bugunga shular Turkiston ittifoqini qurish va uning ravnaqini ko'rish barchamizga nasib etsin. Ko'rishguncha xayr.